Hop, ustozlar, bugungi demo testlarni tahlil davomi va attestatsiyaga tushgan savollar tahlilini ko'rishni boshlaymiz. Hop, bir boshdan ishlab ketaveramiz. Birinchi, HTML kodining veb sahifadagi ko'rinishini toping deyapti. Ya'ni mana bloknotda nimada tuzilgan bo'lsa, kodi berilgan. Bu veb sahifada qanday ko'rinishda bo'ladi, shuni so'rayapti bizdan. Hop, endi biz kodga qaraymiz. Kodimiz page style font size 24 piksel, text origin justly. Hop, keyin hop, yozuvlarimiz href degani buni o'zgartirib olaylik. Hop, demak o'lchami 24 bo'lsin, justly yozuvda bo'lsin deyapti. Shunda birinchi dastlab href ichida about London bor. Demak bizga href degan buyruq berilmoqda mana bu yerda. href degani ya'ni href bilan nimani e'lon qilamiz, yozamiz? Bu biz havolani, ya'ni hrefning ichiga kiritilgan ma'lumotimiz, yozilgan yozuvimiz havola ko'rinishda bo'lib turishi kerak. Hop, shuning uchun about London degan so'zimiz havoladay bo'lib turishi kerak. Ya'ni tay chizilgan ko'k yozuvda bo'lib turishi kerak. Hop, endi qaraymiz. A javobda about London, ya'ni oddiy ko'rinishda, hech qanaqa havola ko'rinishda emas. B javobda ham about Londonimiz havola ko'rinishda emas, ya'ni ko'k tay chiziq emas. Bunda Englishni shunday bergan. Hop, C javobda ham xuddi shunday about Londonimiz hech qanday havola ko'rinishda emas. Demak, bu javob ham bo'lmaydi, bu javob ham bo'lmaydi, bu ham bo'lmaydi. Demak, o'z-o'zidan bizga mana about London degan so'zimiz hrefda berilganligi uchun mana havola ko'rinishda turmoqda, ya'ni D javobda. Shuning uchun biz D javobni olamiz. Ya'ni mana bu yerda href deb berilmoqdami? Hrefning ichida yozilgan ma'lumotimiz havola ko'rinishda bo'lishi kerak. Hop, ham yana bitta narsa, mana bu yerda o'sha about London degan so'zimizni yozib 24 piksel bo'lishi kerak. London is the capital of England degan so'zimiz 20 piksel bo'lishi kerak. Hop, mana bu to'g'ri, bu about London bundan katta, lekin bu havola emas, shuning uchun bo'lmaydi. Mana bunda B javobda about Londonimiz 24 pikselda, ya'ni 24 yozuvda bo'lishi kerak, lekin bunda mana yozuvi ham pastdaginiki katta, bu ham xato. Hop, demak bu ikkalasi bir xil yozuv, lekin tepadagi about London yozuvi pastdagi yozuvdan katta bo'lishi kerak, bu ham xato. Faqat D javobimiz qanoatlantiradi. Hop, tushunarlimi ustozlar? Tushunarli ustoz. Eshityapman. Tushunarli, demak keyingisiga o'taylik. Aha. Hop, MS Word dasturida A jadval berilgan. Mana ba'zi amallar bajarilgandan so'ng B jadval hosil bo'ldi. Amallar ketma-ketligi to'g'ri bo'lishi uchun tushirib qoldirilgan bo'sh joylarga qo'yilishi kerak bo'lgan buyruqlarni to'g'ri toping. Bo'sh joylar mana bir deb mana bu yerda bir yozuv qo'yilgan bo'sh joy va ikki raqam qo'yilgan ham bo'sh joy hisoblanadi. Hop, amallar ketma-ketligi H yozuvi bor ustun belgilanadi. Ya'ni mana bu ustun belgilanadi. Ya'ni mana 3 ta so'z ham belgilab olinadi-da. Shu ustundagi 3 ta ma'lumot ham belgilab olinadi-da. Klaviaturadan ikkinchi rasmda H ustundagi yozuvlar nimasi bilan farq qilyapti bundan? Tagiga chizilganda tagiga chizilgan. Bu tagiga chizilgani Ctrl U. Ya'ni Ctrl i'miz bu kursiv qiladi, og'ma shaklda, Ctrl B'miz esa yana shu hamma yozuvlar shirni. Mana buni chiqarib tashlaymiz, ya'ni black shirni. Hop, bizda Ctrl U ikkita qoldi. Birga qo'ydik. Demak, Ctrl plus U qo'ydik.
Hop, ustundagi yozuvlar tagiga chiziq chizilgan ko'rinishga o'zgartiriladi. Ctrl U ni bossak, mana chizilgan ko'rinishga. John yozuvi, ya'ni mana bu yozuv bor qator belgilanadi. Mana hammasini belgilab olamizda. Belgilab olinadi. Table Tools menyusidan, ya'ni mana shu Table Tools menyusidan bitta buyruqni tanlagan paytimiz birinchi qator bilan ikkinchi qator ajralishi kerak mana bu yerda mana. Ya'ni ikkalasini ayirib tashlamoqda. Hop, demak, hop bu split table, ya'ni split table degani qatorlarni ajratish degani. Shunda Ctrl U bilan split table degan javobimiz ikkinchi B javobda turibdi. Demak, bu B javob bo'ladi. Bu insert above boshqa narsa, shuning uchun split table, ya'ni qatorlarni ajratish buyrug'i bu split table buyrug'i hisoblanadi. Buni ham olib tashlaymiz. Hop, keyingisi. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Hozir 34-savolni izini ko'rsatasizmi? Mana bumi? 34 hozir ko'rganimiz shu. Qarangiz, Shumi? bantarafda, shu misol shu. Bantarafda jadvalda 3 qator bo'lib turibdi-ku, banday bo'linib turibdi, o'rtasi ochiq turibdi-ku. Qarang. Dastlab H degan ustun belgilab olindi. Ya'ni hammasi H ustundagi hamma so'zlar belgilab olindi-da. Olingan, qandaydir amal bajarilgan, H ustundagi so'zlarning tagi nima qilgan? Chizilgan. Tag chizilgan. Hop, biz bilamizki, tag chiziqni hosil qilish bu Ctrl U. Ctrl I imiz kursiv holatga o'tkazadi, ko'rinishga o'tkazadi. Demak, mana ikkita javobni chiqardim men. Hop, demak, Ctrl U ni bosgan paytimiz mana bu shu ustundagi yozuvlarning tagi chiziq bo'ladi. Hop, endi John yozuvi bor qator belgilanadi. John yozuvi bor qator mana ikkinchi qator belgilanadi va Tables Tools menyusidan bitta buyruqni tanlagan paytimiz birinchi va ikkinchi qatorni ajratish kerak. Ya'ni birinchi qator va ikkinchi qatorni ajratib ko'rsatish kerak. Chunki mana bunda ajratib ko'rsatilgan-ku mana bu yerda. Birinchi qatorni alohida, 2 bilan 3 ni alohida qilgan. Xo'p, demak bu split table degan buyrug'imiz o'sha belgilangan qatordan yuqori qismi bilan past qismini alohida qiladi. Ya'ni misol uchun mana bunday bo'lib to'rtta qator bo'lsa mana shu yerda mana shu qatorni belgilab olsak, Tables Tools menyusidan split table ni tanlasak, mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Bitta tepadagi alohida, to'xtang, hozir tushuntiraman buni. Mana bu chizilganda, mana bu yerdan belgilab olingan. Ya'ni mana bundan. Demak, mana shu yerda turib split table ni tanlasak, split table buyrug'ini bajarsak, shundan, ya'ni mana shu belgilayotgan qatorimizdan tepadagilar alohida bo'ladi. Ya'ni mana ikkalasi alohida bo'ladi. Va o'shandan past esa alohida bo'ladi. O'zi bilan birgalikda. Demak, mana shunday bo'ladi. Bizda Ctrl U va split table degan buyruqlarni ketma-ket bajarsak, birinchi A ko'rinishdan B ko'rinishga o'tadi jadval. Tushunarlimi ustoz endi? Hop, HTML kodining bir qismi berilgan. Hamzda jadvallar chizib olamiz. Yani table border bir vizion o'sha jadvalning uzunligi 350 piksel. Hop, mana bu yerda jadval tere qo'yib jadval qatori ochilmoqda. Ya'ni birinchi qator ochildi, tere bo'lib. Mana tere birinchi qator ochdi mana bu yerda. Demak, birinchi qatori TD bu ustun. Birinchi ustuni chiz deyapti. Mana birinchi ustuni chiz deyapti. Mana. Ya'ni o'sha birinchi qatorda birinchi ustunni olgin deyapti. O'sha katakchaning uzunligi 67 piksel bo'lsin deyapti. 67 va uni ichiga 28 sonni yoz deyapti. 28 ni yozdik. 68 piksel.
Hop, demak, birinchi qatordagi birinchi ustunni ochdik va mana bu yerda yopdik. Endi ikkinchi ustunni ochyapti. O'lchami, ya'ni jami uzunlikni 20% bo'lsin deyapti. Jami uzunligimiz 350, uning 20% 70 bo'ladi. Demak, mana bu 70 bo'lsin deyapti. 70 piksel. 70 piksel bo'lsin va shu yerda row span 2 degan buyruqni bering deyapti. Ya'ni row span 2 degani ikkita qatorni birlashtiradi. Ya'ni mana shu birinchi qator bilan ikkinchi qatorni bitta qiladi-da, bitta katak qilib oladi. Mana bunday qilib. Row span mana bu yerda yozaman. Xo'p, row span qatorni birlashtiradi. Qator, ya'ni ikkita berilganmi, ikkita qatorni birlashtiradi. Hop, demak, aytayapti, 70 piksel uzunlikdagi katakchani och va ikkita qatorni birlashtir deyapti. Men ikkita qatorni birlashtirdik. Birinchi qator bilan ikkinchi qator bilan bunday qilib qo'yaman. Birlashtirdik va shuni ichiga nima yozyapti? 24 ni yozyapti. Demak, mana bu yerga 24 ni kiritaman. Mana TD ni mana bu yerda ochuvdik, mana bu yerda yopdik. Yana TD bor ekan. TD yana bitta ustini och deyapti. Mana ochdim. Buni uzunligi berilmagan, faqat ichiga 39 yoz deyapti. Mana 39 ni yozdim. Uzunligi berilmagan. Hop, mana bu yerda TD ochildi va mana bu yerda yopildi. Endi yana bitta TD, yana bitta ustini och deyapti. Ochdim mana. Hop, uzunligi 73 piksel bo'lsin deyapti. 73 piksel. Mana 73 piksel qo'ydim. İchiga 38 ni yozing deyapti. 38 ni yozdim. Demak, mana bu yerda ochilgan TD'miz mana bu yerda yopildi. Yana hali TR yopilmadimi? Demak, birinchi qator bilan row span deyapti. Row span 2, row span nima ekan? Qatorni birlashtiradi. Yana bitta katakcha ochib ikkita qatorni birlashtir deyapti. Men birlashtirdim. Mana ikkita qatorni birlashtirdim va uning ichiga 40 yoz deyapti. Demak, mana bu yerga 40 yozishim kerak. Mana TD ochildi, mana bu yer TD yopildi. Ana endi mana bu yerda ochilgan TR'miz endi yopilyapti mana bu yerda. Mana yopdik. Demak, birinchi qatordagi bajariladigan ishni qilib bo'ldik. Endi mana bu bilan, ya'ni mana bu 39 qo'yilgan bilan 40 qo'yilgan katakchani uzunlik o'lchami yo'q. Agar uzunlik o'lcham ikkalasi berilmagan bo'lsa, bularni teng deb olamiz. Ya'ni berilmagan katakchalar uzunligini teng deb olamiz. Demak, buni ham x dedim, buni ham x dedim. Endi shuni topsak bo'ladi. Ya'ni jami 350 dan mana buni uchalasini qo'shamiz va ayiramiz. Qo'shsak 140 210. Demak, 140 qoladi. O'sha 140imiz ikkita katakchani o'lchami ekan. 2 ga bo'lamiz. Bir xil katakchalar edi. 70 dan. Demak, mana bu ham 70 ekan. Bu ham 70 ekan. Birinchi qatordagi hamma katakchalarning uzunligini qo'yib bo'ldik. Endi mana bu yerdan ikkinchi qatorni boshlaymiz. Ikkinchi qator mana. Demak, ikkinchi qatorda mana bu katakchani o'zini birdan chizib olamiz. Chunki ikkinchi qator mana bu yerda bo'sh joyiga bitta katakcha hosil qilamiz. 29 bor ekan buning ichida. O'lchami ikkalasiniki teng bo'ladi. Hop, keyin bunda ikkinchi qatorimiz bor. Mana bu ikkinchi qatorimizning katakchasi birlashtirilganda bor edi. Endi TD call span deyapti. Call span ustunni birlashtiradi. Demak, call span ikkita ustun deyapti. Ya'ni mana bu ustun bilan bu ustunni birlashtir deyapti. Mana birlashtirdim. Va ichiga 47 ni yoz deyapti. Mana TD call span ikkita ustunni birlashtir, 47 yoz va o'sha ustunni yop deyapti. Demak, mana bu yerda ochilgan TR'miz mana bu yerda yakunlandi. Va o'zi ikkita qatordan iborat ekan. Mana shu jadvalimiz hosil bo'ldi. Mana shu kodga ko'ra jadvalni hosil qilib oldik. Endi mana bu yerga o'tamiz. Jadvalning uzunligi teng bo'lgan katakchalardagi
Ya'ni jadvalning uzunligi teng bo'lgan katakchalardagi eng katta son deyapti. Uzunligi teng bo'lgan katakchalar mana bu va mana bu. 40 bo'lar ekan. Shu katakchalardagi eng katta sonimiz A deyapti. Eng katta son nechi? 24, 39, 40. Hop. Birlashtirilgan katakchalar mana bu va mana bu 3 ta katakchadagi 24. eng kichik sonimiz B ga teng. Bu 24, bu 47, bu 40. Eng kichigi B ekan. B'miz teng 24. Bo'lsin A plus B'ni toping deyapti. 40 qo'shamiz 24 ni. Bu bo'ladi 64. Demak, B javob. Hop, tushunarlimi ustozlar bu? Juda zo'r tushuntirdingiz. Rahmat. Tushunarli ustoz, bitta savol bor. Aha, bering. Mana border table 1 bu jadvalligisini qalinligi, chizig'i. Ha, mana chiziq. Aha. Viz jadval kengligi. Jadval umum Kill spacing 0 deyapti. Buni qanaqa buyruq ustoz? cell spacing, ya'ni mana bu cell spacing nolimiz. Qatorlarni birlashtiradi. Nima dedingiz ustoz? Clospan 2 deyaptimi? Shu qatorlarni Yo. Cell spacing. Men cell spacing 0 degani mana bu qalinligi. Yo, border Bu jadval chizig'ini qalinligi. bu cell spacing kataklar orasidagi masofa bo'lishi kerak. Men cell spacing kataklar orasidagi masofa. Ya'ni cell spacing kataklar orasidagi masofa bo'lishi kerak. Ya'ni kataklar orasidagi masofa. Ya'ni mana bu yerda hech qanday masofa 0 degani birinchi misol uchun mana bunday cell spacing nechidir qo'ysak, mana bu hosillikni joy tashlab cell spacing 0 bo'lmasa, mana joy tashlab keyingi qatorni hosil qilish kerak edi. Tushunarli. Hop. 31. Quyidagi x mulohaza uchun rostlik jadvali berilgan. X mulohaza uchun 350 piksel edi-ku. 350 piksel bo'yi endi o'zgarib ketmasligi uchun kataklar orasida to'g'ri masofa bo'lardi unda ham. bu 0 bo'ladi-da. Uchun 0 qilganman. Rahmat ustoz. Xo'p. Quyidagi x mulohaza uchun rostlik jadvali berilgan. Demak, mana x mulohaza uchun quyidagilardan qaysi biri mos keladi deyapti. Xo'p. Mana shu berilgan qiymatlarni qo'ygan paytimiz, qaysi biriga qo'ygan paytimiz, birinchi mana bu qatorni qo'ygan paytimiz oxirida 1 chiqadi. Ya'ni bu qatorni qo'ygan paytimiz oxirida ham 1. Bu qatorni qo'ygan paytimiz oxirida 0 chiqishi kerak. Xo'p, ana shu javoblardan qaysi biriga deyapti-da. Xo'p, bo'ldi, tekshirib ketamiz mana shu yerdan boshlab. Ustoz qarang, mana bu yerda A ni so'rayapti, birinchi qatorda. Bizga A ning inkori bor, 0 ekan. Shunda A miz 1 bo'ladi. Ustoz sal kattaroq qilib yuboring. Xo'p, mana. Bular. Demak, mashina qolmayaptimi? Ha? Yo, bitta menda qotyaptimikan? Yo, shu qotib ishlayapti bizda ham. Hammada shundaymi? Hop, shunaqa bo'lyapti-da. Ozgina gaplarni sal Yo'q, qotmayapti ustoz. bo'laveradi, yaxshi, rahmat. Xo'p. Demak, qaranglar, mana bu yerda inkori 0. Bizdan A ni o'zini so'rayapti. Inkor 0 bo'lsa, o'zi 1 bo'ladi. Ekvivalensiya. Inkor B ni so'rayapti. B ning o'zi 0, uning inkori 1 bo'ladi. Xo'p. Implikatsiya, inkor C ni so'rayapti. Inkor C berilgan 1. Dastlab implikatsiya bajariladi. Buni yozib olamiz. 1 ekvivalensiya qo'yamizda. Implikatsiya birinchi bundan oldin bajariladi. 1 implikatsiya 1 bu 1 ga teng. Hop. Implikatsiya faqat 0 da 0, qolgan barcha holatda 1 ga teng. Hop, demak 1 ga tengmi deyapti ekvivalensiya. 1 ga teng. Demak, bu rost.
birinchini qo'ygan paytimiz qanotlantirdi. Endi ikkinchini qo'yamiz. Mana bu yerdan davomidan. Xo'p, ikkinchida yana A ni so'rayapti. Inkori 1 ekan, A ning o'zi 0 bo'ladi. Ekvivalensiya. Xo'p, B ning inkorini so'rayapti. B ning o'zi 0 ekan, inkori 1 bo'ladi. Implikatsiya C ning inkori o'zi berib qo'yilgan 0 ekan. 0. Xo'p, mana bu 0 ekvivalensiyani yozib qo'yamizda bir implikatsiya 0, faqat 0 bo'ladi dedim. Demak, bu 0 ekan. Endi aytayapti, ekvivalensiya 0 0 ga tengmi deyapti. 0 0 ga teng. Demak, bu 1 ekan. Demak, bunda ham javob 1 chiqdi. Hop, endi uchinchisini qo'yamiz. Mana bu yerdan qo'yamiz uchinchisini. Hop, A ning inkorini so'rayapti, A ni o'zini so'rayapti, inkori 1, o'zi 0 bo'ladi. Ekvivalensiya. Hop, B ning o'zi 1, inkorini so'rayapti, 0 bo'ladi. Implikatsiya. Inkor seni berib qo'ygan 1 ekan. Bu 0 ekvivalensiya. 0 ni 1 ga implikatsiyasi bu 1 ga teng. Endi aytayapti, ekvivalensiya degan tenglik, ikkalasi tengmi deb aytadi-da, 0 1 ga tengmi? Yo'q, teng emas. Demak, bu 0 bo'ladi. Demak, A javobimiz to'g'ri ekan. Ya'ni mana birinchi qatorni qo'ygan paytimiz 1 chiqdi, ikkinchi qatorni qo'ygan paytimiz 1 chiqdi, uchinchi qatordagi qiymatlarni qo'ygan paytimiz 0 chiqdi mana. Mana 1 va 0. Demak, A javobimiz to'g'ri. Qolganlarning bittasini ko'ramizmi? Görük ustoz, göreverip yine mükemmel tushunamiz. Ustoz, ovozingiz uzilib ketdi-da. Ustoz, görük yana bir misol deyman. Tushunmadim. Shu misol o'xshash bir misol görük deyman. Yana ko'p. Hop, mana buni ko'ramiz. Seni ko'ramiz bo'lmasa. Hop, qarang. Seni ko'rmoqchi bo'lsak, inkor A deyapti. Demak, inkor A ning qiymati o'zi berib qo'ygan 0. Ekvivalensiya. B ni so'rayapti. B ning qiymati o'zi berib qo'ygan 0. Disjunksiya. Inkor C ning qiymati berib qo'ygan 1. Hop, demak, birinchi disjunksiya bajariladi. 0 implikatsiya 0 ni 1 ga disjunksiyasi bu 1. 0 implikatsiya 1imiz bu 1 ga teng. Demak, bu ham qanotlantirdi hozircha. Hop, ikkinchi qatorni ko'ramiz. Inkor A ning qiymati bor 1. Implikatsiya B ning qiymati bor 0. Disjunksiya inkor C ning qiymati ham bor 0. Davom ettiramiz. 1 implikatsiya 0 ga qo'shsak 0 bo'ladi. Nima teng? Mana bu yerda yozdim. 0 ga teng. Mana ikkinchi qatordagi qiymatlarni qo'ygan paytimiz C javobdan 0 chiqdi, lekin bu yerda 1 ekan. Shuning uchun C javobni olib tashlaymiz. Qolganlar ham xuddi shunday bo'ladi. Ya'ni, misol uchun mana buni ham ko'ramiz, mayli. Birinchisida A ning inkorini so'rayapti 0. Disjunksiya B ning inkorini so'rayapti. Bu yerda B ni o'zi berilgan, inkori 1 bo'ladi. Implikatsiya C ni so'rayapti. Endi C ni inkori berilgan 1, o'zini so'rayapti 0 bo'ladi. Hop, 0 ni 1 ga disjunksiyasi 1, implikatsiya 0. 1 bilan 0 tengmi bir-biriga? Yo'q, bu teng emas. Demak, bu yolg'on bo'ladi, 0 chiqadi. Demak, birinchi qatorni qo'ygan paytimiz D javobimiz 0 chiqdi, lekin bizda birinchi qator nima chiqishi kerak? 1 chiqishi kerak. Birdan shuni ham birinchi bo'lmaydi, shuni ham menimcha. Demak, mana bu yerda A ni so'rayapti. Inkori 0, A ning o'zi 1 bo'lgan. Ekvivalensiya. Xo'p, inkor B ni so'rayapti. B ning o'zi 0, inkori 1 bo'ladi. Konjuksiya. Bizga C ning inkori 1 berilgan, lekin C ni so'rayapti. Inkori 1 bo'lgandan keyin C ni o'zi 0 bo'lgan. Davom ettiramiz. 1 ekvivalensiya yozdim.
Mana uni birinchi payt 1 ni 0 ga ko'paytirsak 0. Endi aytayapti 1 ga 0 tengmi? Yo'q, bu teng emas. Demak, birinchi qatorni qo'yib ishlagan paytimiz B javob 0 chiqdi, lekin birinchi qatorda javob 1. Mana 4 ta javobni ham ko'rdik. A javobimiz to'g'ri. Endi tushunarlimi ustozlar? Tushunarli, juda yaxshi. Haqiqatda yaxshi tushundik. Xo'p, rahmat ustoz. Hozir keyingi savolga o'tamiz. Xo'p. Endi buni sal mayli, ha yo'qni keyin topa olaveramiz. Ushbu blok sxemada n o'zgaruvchisiga ketma-ket 25 va 31 qiymatlari berildi. Har bir holatdagi algoritm natijasini shartli ravishda A va B tarzda berilgan. Demak 25 ni qo'ygan paytimiz A ni javobi chiqadi, 31 ni qo'ygan paytimiz B ni javobi chiqadi. Xo'p, ana endi mana bu yerga 25 olib kelamiz. N o'zgaruvchiga deyapti-ku 25. Keldi. I teng 2 ekan. Xo'p, 2 25 kichkina deyapti. Chunki mana bu yerda 25. Kichkina deyapti. Ha, kichkina. Ya'ni 25 2 dan katta-da. Demak, n ni ya'ni 25 ni i ga bo'lgan payti qoldiq 0 mi deyapti. Bu yo'q. Ya'ni 25 ni 2 ga bo'lgan payti qoldig'imiz 0 emas. Demak, yo'q blok bajariladi. Mana bu yerga o'tadi. Shunda i ni qiymati 1 ga oshadi. Endi mana bu yerga i 3 bo'lib keladi. Ya'ni i ni qiymati endi 3 bo'ladi. 3 25 dan kichkinami? Ha, kichkina. Yana o'tadi. 25 ni i qiymati 3 bo'ldi. 3 ga yana kelgan bu yerga. Shunda i'miz 1 bo'ladi. Mana bu yerga ustozim
Agar men